Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Lexus IS 300 mashinasi bo'ladi. Akalar, mashinamizda 2007-yil ishlab chiqarilgan, probegi 200 ming. Mashinamizda polniy restyling body kitdi. Xudo xolsa motori, ходовой korobkasi inshaalloh yaxshi. Mashinamizdan salonda faqat mayda-chuyda kamchiligi bor. Mashinani bitta ko'ramiz. Xudo xolsa narxi videoning oxirisida. Mana qaranglar. Restyling bamperlar, restyling farlar, такой ISF diskalar. Mashinamizda полный full, ya'ni lyuklari mavjud. Akalar, bunaqa mashinalarni bunaqa sostoyanasi 15 ming, 16 ming, 17 minggacha. Mana qaranglar, orqalari такой juda ham derskiy restyling farlar, такой Akrapovich gulishilligicha qo'yib qo'yilgan. Juda ham chiroyli, saloniga mehr berib qo'yilgan akalar. Mana qaranglar, sidenalari полный обшит qilib qo'yilgan, holati zo'r. Oldi sidenalarning ham holati zo'r. Qaranglar, Android mikrofon qo'yib qo'yilgan. F rul qo'yilgan, anatomiya. F dagi speedometrlar qo'yilgan. Трехэтапный pamyat sideniyasi bor. Детский rejimlari bor, siklopodъемниклari bor, abagrev abduf sidenalari bor, klimat kontrol zonasi, hattoki lyuklargacha mavjud. Okalar, mashinamizda полный full. Kimga qiziq bo'lsa, narxi 12200 AQSh dollari okalar. Lexus IS 300 arzon marka xizmat qiladi. Chiroyli body kitdi, mana qaranglar, derskiy.